Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi 94-bitdan davom ettiramiz. Ad-darsu at-tasi'u ashara 19-dars. Al-mudiru al-mudarrisu. Demak, o'qituvchi bilan direktorning suhbatini ko'ramiz. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu? Ey shayx, sizning sinfingizda nechta yangi talaba bor? Fihi asharatu tullabin jududin. Unda, ya'ni sinfda 10 ta yangi talaba bor. Min aynahum akulluhum min baladin wahidin. Ular qayerdan? Ularning hammasi bir davlatdanmi? Baladun so'zi shahar yoki davlat. Bu yerda davlat nazarda tutildi. La hum min biladin mukhtalifatin. Yo'q, ular turli davlatlardan. Minhum thalathatu tullabin min al-Filippini. Ulardan 3 talaba Filippindan va arba'atu tullabin min al-Yabani va 4 talaba Yaponiyadan va talibani min as-Sini va 2 talaba Xitoydan va talibun wahidun min Maleziya va bitta talaba Malaziyadan. Afi faslika tullabun min Amerika. Sizning sinfingizda Amerikadan ham talabalar bormi? Na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ha, unda ya'ni sinfda Amerikadan ham demak 7 ta talaba bor. Ahum jududun. Ular yangimi? La hum qudama. Yo'q, ular eski. Avvalgi talabalardan. Kam taliban fihi min Uruba. Yevropadan o'sha sinfda nechta talaba bor? Fihi khamsatu tullabin min Ingiltara. Unda ya'ni sinfda Angliyadan 5 ta talaba bor. Va thamaniyatu tullabin min Almaniya. Va Germaniyadan 8 ta talaba bor. Va sittatu tullabin min Fransa. Va Fransiyadan 6 ta talaba bor. Va tis'atu tullabin min Yunani. Va Yunoniston, Gretsiyadan 9 ta talaba bor. Shukron ya shaykhu. Rahmat sizga ey shayx. Tamarinu mashqlar. Iqro vaktub. O'qing va yozing. Thalathatu tullabin. 3 ta talaba. Qaranglar, e'tibor qiladigan joyimiz bu yerda 3 talabalarning soni 3 ta va undan ko'p bo'lsa, ya'ni mana 10 gacha bu yerda berildi. Demak, o'sha talabalarda muzakkar bo'lsa, demak talabalarda nima qilar ekanmiz? Ko'plik shaklini keltiramiz va o'sha raqamga muzofini ilayh qilamiz. Ya'ni raqam muzof bo'ladi. O'sha talabalar adadga ma'dud, ya'ni talabalar muzofin ilayh bo'ladi. Yoki tamyiz deyiladi. Thalathatu tullabin. Va jar holatda bo'ladi. 3 ta talabalar. Arba'atu tullabin 4 ta talaba. Khamsatu tullabin 5 ta talaba. Sittatu tullabin 6 ta talaba. Sab'atu tullabin 7 ta talaba. Thamaniyatu tullabin 8 ta talaba. Tis'atu tullabin 9 ta talaba. Asharatu tullabin 10 ta talaba. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.